Bola tez shamollasa bu normalmi yoki immunitet past deganimi? Bu juda ko'p ota-onalarni xavotirga soladigan narsa. Aslida bola 1-6 yoshgacha 6-10 marta shamollash holatlari kuzatiladi. Bu normal holat hisoblanadi. Ya'ni buni organizm immunitet tayyorlanishi. Agar ko'p hollarda avjiga chiqib bolada kasallik belgilari kuzatilsa, unda tekshiruvlarga yo'naltiriladi. Eng katta xatolardan biri darrov bolaga antibiotik berish. Bu antibiotik bolaning immunitetini aksincha buzish holatlariga olib keladi. Harorat 38-39 bo'lsa, darrov tushirish kerakmi yo kutsa bo'ladimi? Bu isitma kasallik emas. Bunda bu organizmning himoya reaksiyasi bo'ladi. Ayrim hollarda 38 gradus haroratdan bu isitmaga kirmaydi. Bunda bolaning holatiga, bola uxlayaptimi, ovqatlanyaptimi, bolaning holatiga qaraladi. Antibiotikni o'zboshimchalik bilan berish bolaga qanday ta'sir qiladi? Antibiotik bu faqat bakteriyalarga qarshi ishlatadi, virusga emas. Ayrim hollarda virusga deb berishadi, bunda bolaga ta'sir qilmaydi. Ko'pincha antibiotikni shifokor yozgandagina berish mumkin. Antibiotik zararli tomoni bu ichak mikroflorasini tuzatib keltirib chiqaradi. Bola qanaqadir u holatda hushdan ketib qolishlar ham bo'lishi mumkinmi? Hushidan ketgan holatda antibiotik berilmaydi. Antibiotikdan keyin masalan sudorga berishlari, reaksiya berishlari mumkin. Shuning uchun vrach nazorati ostida beriladi.